Janobi Rasulullohning oxirgi kunlar. Hazrati Bilol roziyallohu anhu azon aytardilar, Rasululloh oldiga kelardilar, Rasululloh birga chiqardi, imomga o'tib berardi. Har doim shu holat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bomdod namozi yaqinlashyapti, yoriq tushyapti, qazo bo'ladigan paytda Bilol roziyallohu anhu azon etgan. Eshiklarini tagiga kelib salom berib turibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Ey Bilol, bugun meni dardim o'zimga og'ir kelib qoldi. Abu Bakrga ayting" dedi. Odamlarga 2 rakat bomdod namozini o'qib bersin. Ya'ni sunnatini o'zlari o'qib olgan, 2 rakat farzini Abu Bakr imomlikka o'tib o'qidi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga kirib, Hazrati Bilol yig'lab, masjidga kirib: "Ey Abu Bakr, janobi Rasululloh bugun o'zlari bilan o'zlari ovora ekan. Bugun siz musulmonlarga imomlikka o'tib berar ekansiz." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mihrobga borib, ravzaga kirganda mihrob ko'rdilaringmi? Mana shu yerga borib, Rasulullohni topolmasdan hushlaridan ketib yiqilganlar. Shunda musulmonlar hammalari dodvoy qilardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ovozlarni eshitib Fatima onamizdan so'raganlar: "Ey qizim Fatima, nima bu tovush, nima ovoz?" deganda, "Musulmonlar sizni mehrobda topolmaganini yig'layapti" degan. Shunda ikkita sahobaga suyanib, oyoqlari chizib, mehrobga chiqib o'tirib imomlikka o'tib bergan va odamlarga yuzlanib turib aytganlar: "Bugungi kun" degan, "dunyo kunimdan oxirgi kunim, oxirat kunimdan birinchi kunim" degan. Yana uylariga kirib ketdi. Ana endi Alloh taolo Azroil alayhisalomni bu kishini oldiga jo'natadi. Tushing meni nabiyimni oldiga. Chiroyli suratda tushing. Nihoyatda xushmuomala bo'lib tushing. Salom berib kiring. Izn bersa kiring. Izn bersa jonini oling, bo'lmasam qaytib chiqing degan. Hech qaysi payg'ambarga berilmagan nima. Azroil alayhisalom tushdilar. Salom berib yuribdilar. Fatima onamiz eshitib qoladilar. "Ey Abdulloh" dedi, "Xudoning bandasi, bugun Rasululloh o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib turibdi. U kishini bezovta qilmang." Rasululloh bu ovozni eshitib qolib turib: "Ey qizim Fatima, kim u kirishlikka izn so'rayotgan?" "Yo otajon, bir arobiy odam kirishlikka izn so'rayapti. Lekin kirishlikka ruxsat bermayapman" deganlarida Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki: "Atadrina man huwa?" Tanidingizmi u kishining kimligini? "Yo'q, tanimadim. Lekin u kishiga qarasam butun vujudim qaqshib ketyapti. Tomirlarim uzilib ketyapti, poylarim tirqirab ketyapti. U kishi degan butun nafs ishtaho qiladigan narsalarni uzuvchi, qabrlarni obod qilib, shaharlarni xarob qiluvchi kishi Azroil bo'ladi" dedi. Kirishlikka ruxsat beradi. Fatima onamiz shunaqangi yig'laydi. Otalarni: "Voy, menga musibat keldi. Payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan, xatmi kunondasi bo'lgan otamga endi nima keldi? O'lim keldi. Nahot endi bugundan keyin bu kishining so'zlarini eshitolmayman." Juda qattiq yig'laganlarida Fatima onamizga tasalli berib, "Janob Rasul, ey qizim, hech xavotir bo'lib, bunaqangi tajalliga tushmang. Mendan keyin yaqinlarimning ichida menga eng yaqin birinchi boradigani siz" deganda 6 oydan keyin onamiz Rasulullohning oldilariga ko'chgan. Ana endi nima dedi? "Keling Azroil, oldimga yaqinroq keling" dedi. Yonlariga keldi. Shunda aytdilar: "Meni ziyoratga keldingizmi yo jonimni olgani keldingizmi?" Aytayaptilar: "Agar sizni ziyoratga keldim, agar ruxsat bersangiz joningizni olgani keldim."